Zo'r TV, Gross hamda Qanot Sharq taqdim etadi. Dekabr kuni Qanot Sharq aviakompaniyasi Gamburgdan kelgan birinchi Airbus A321 XLP samolyotini qabul qildi. Bu samolyot aviakompaniya rivojlantirishda yangi bosqichni ochadi. Чай. Зеленый чай. С лимоном можно выпить. Спасибо. Rahmat. Rahmat. Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlarida birinchi Airbus A321 XLP parvoz oralig'i va qulaylik imkoniyatlari milliy aviatsiyani rivojlantirishga strategik muhim qadamdir. Qanot Sharq bilan osmonda o'zingizni uyda his qilgandek. Merhaba İstanbul, biz İstanbul'dayız. Hoş geldiniz. İstanbul bu oddiy shahar emas. Bu yerda Osiyo bilan Yevropa qo'l berishadi va har bir burchakda tarixni siz o'zingiz his qilasiz. Bu shahar oddiy shahar emas. Ming yillik masjidlar, qudratli saroylar, Bosfor, o'zra suzib borayotgan kemalar. Istanbul bu shovqinli bozorlar, mazali ko'cha taomlari va hech qachon uxlamaydigan hayot. Bu yerda o'tmish va bugun, sharq va g'arb, sukut va harakat bir-biri bilan uyg'unlashgan. Biz bilan birga qoling. Oldinda qiziqarli manzillar, mahalliy hayot va kutilmagan kashfiyotlar kutib turibdi. Demak, sayohatni boshlaymiz. Biz hozir Istanbuldamiz. Yaxshi ko'rib qolmasligini ilojisi yo'q. Travel SIM kartasi bizga yordam bermoqda. Afzalligi shundaki, Turkiya Yevropa paketiga kiradi. Bugun Yevropa bo'ylab SIM karta yoki tarifni almashtirmasdan sayohat qilishingiz mumkin. Biz Bo'zdoq film platosiga keldik va sizga qiziqarli bo'lsa, men bilan qoling. Mana bugun men hozir bir ajoyib joyga keldim. Qanday deb o'ylaysizlar? To'g'ri, bir restoran, lekin aynan shu restoran Bo'zdoq film studiyasida joylashgan. Men uchun juda ham qadrli, chunki necha yil avval mana shu yerda Jaloliddin Manguberdi serialini olgan edik va yonimizda bizni qo'shnilarimiz Osman serialini ham olishayotgandi. Bilasizlarmi, men biz syomka qilayotgan paytimizda aynan shu restoran hali yo'q edi. Lekin hozir Bo'zdoq film juda ko'p turistlar uchun yakshanba kunlari eshiklarini ochib va siz bemalol turist sifatida Bo'zdoq filmga kelib, syomka jarayonlarini ko'rib va bemalol mana shu atmosferaga sho'ng'ishingiz mumkin. Men sizlarga tavsiya beraman va nech pulligini ham albatta sizlarga batafsil aytib beraman. Tarixda odamlar qanaqa ovqat iste'mol qilgan bo'lsa, Bo'zdoq filmda aynan shu restoranda menyusiga kiritilgan va siz bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Bo'zdoq film Turkiyada joylashgan Istanbul hamda uning atrofidagi studiya maydonlarida tarixiy loyihalar suratga olinadi. Bo'zdoq film tomonidan ishlab chiqilgan ayrim mashhur seriallar, Menderman Jaloliddin, O'zbekiston va Turkiya hamkorligida ishlangan tarixiy serial Jaloliddin Manguberdi haqida, Usmoniylar tarixiga bag'ishlangan yirik serial, Destan, tarix janridagi serial. Bundan tashqari boshqa tarixiy mavzudagi loyihalar ham kompaniya portfolisida mavjud. Biz hozir ekskursiya qilyapmiz. Bu yerda Bo'zdoq filmda aynan mana shu joylarda Osmon serialini olishgan va biz bu yerga ham kelib turardik. Mana shu joyda
Agar kim eslasa, uni qo'yamiz. Chingizxonni bir epizodlarni ham mana shu joyda olganmiz. Ozgina o'zgartirilgan edi. Lekin esimga tushdi, aynan mana shu joylarda ham syomka qilganmiz. Burada size özel film çekiyoruz, video çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Şimdi bu aileye yapacağız, izleyin. Size de yaparız inşallah. Bu yerda bular ko'ryapsizmi? Aynan shu muhitni his qilish uchun bu yerda aktyorlar bor. Va shu yerda xohlagan turist mana shu aktyorlar bilan rasmga tushishi mumkin, videoga tushishi mumkin va o'zi uchun ham qisqa bir epizodda ijro qilishi ham mumkin. Ko'rdinglarmi qanaqa qiziqarli va bir ham zamonaviy bir uslubda hozir bu yerda ekskursiya qilishingiz mumkin. Biz xalaqit bermaymiz va u yerda aynan Osmon serialidan parchasini olishmoqda. Biz xalaqit berayotgan ekanmiz. Ketdik. Men uchun juda ham hayajonli daqiqalar, chunki biz aynan Jaloliddin Manguberdining mana shu yerda syomka qilganmiz. Bilasizlarmi, eng zo'r yutug'i Bo'zdoq filmi, ular dekoratsiyalarni hech qachon syomka tugagandan keyin buzdirishmaydi. Bu har doim qoladi va shu dekoratsiya ular qaytadan yangi filmlar uchun, yangi seriallar uchun ishlatishadi. Va hozir ham o'zgarishlar bor, agar ko'rayotgan bo'lsanglar, chunki ular 1000 kecha adashmasam bir filmini syomka qilishdi va dekoratsiyalari ozgina o'zgardi. Lekin baribir mana shu koridorlar, mana shu holat, muhit men uchun juda ham bir hayajondaman. Shu yig'lagim kelyapti. Yuragim o'ynab ketdi, to'g'risini aytaman. Mana bu masshtablarni qaranglar. To'g'ri, hozir ozgina qorong'u-yu, lekin syomka jarayonida svetlar, hamma narsa qo'yilganda mana shu joylar yorug' va keng bo'ladi. Va bu yerda qurilayotgan dekoratsiya original bilan birga bir bo'ladi. Hattoki obyomlarida ham, balandligida ham hamma narsa bir xil bo'ladi. Lekin bitta narsani sizlarni ozgina aldab qo'yamiz. Hozir mana ozgina o'tamizda va sizlar o'ylaysizlarki, bu qanaqa materiallardan qilinadi? Devorlari, sizlar o'ylaysizlarki, bu haqiqiy bir g'ishtmi yoki nima? Lekin bu pufey. Bu pufey va pufeydan mana shu go'zallikni yaratishadi. Bizda bularni postanovkachi rassom deymiz va mana shu go'zallikni ular yaratishadi juda ko'p yillar davomida. Mana bitta ozgina yorug', bu yerda umuman boshqa o'zgargan demoqchiman va boshqa film suratga olindi, lekin baribir ham bu atmosferani his qilaman. Mana shu yerda biz syomka qilganmiz 2 yil davomida. Gapirishim juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki esga tushib ketdi. Mayli, ketdik. Bu filmdan sizlarga lavhalar qo'yamiz. Dov yuragim, o't qarashligim. Nima bo'ldi volidam? Go'zal chehrangiz so'lg'in, o'zingiz mahzunsiz. Jasorating cheki yo'q ummon kabi. Shu bois xavotirdaman. Hech nimadan qo'rqmang volidam. Jaloliddin Manguberdi mana shu yerda aynan mana shu nima tavshanda biz o'tirib choy ichganmiz qaynonamiz bilan, validamiz bilan. Mana shu joy qolgan, lekin juda o'zgarib ketdi. Mana shu yerda balkonlarda biz Rayhon bilan, Feruza, qizlar bilan, Yulduz bilan yurganmiz. Bu tarixiy kiyimlar faqat aynan Osmon seriali kiyimlari, Jaloliddin Manguberdi seriali kiyimlari afsuski hozir yo'q. Bu yerda, lekin o'ylaymanki, Xudo xolisa keyingi xonasida bo'ladi.
Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Aynan bizni serialimizdagi hamma taqinchoqlar juda og'ir bo'lgan va agar ko'rgan bo'lsanglar, Muhtasham 100 yillik seriali, Ko'sem seriallarini o'tdagi aynan rassom, kostyumer rassom, taqinchoqlar bo'yicha ishlaydigan bir mashhur dizayner bizga ham shu taqinchoqlarni qilib bergan va men eshitganim bo'yicha bizlarni taqinchoqlarimizni tilla yurg'izilgan. Bo'zdag filmi asoschisi va prodyuseri bu Mehmet Bo'zdag va Bo'zdag filmi asosiy yo'nalishi bu dramatik va tarixiy filmlar va seriallar va bular butun dunyoga juda ham mashhur. Zila, endi Zila meni o'rtog'im, ham meni singlim. Juda og'ir kunlarimda yonimda bo'lgan, lekin o'zingni tanishtirgin. Zila kim? Zila kim? Andijondan kelgan, Turkiyada o'zini brendini yaratgan o'zbek qizi. Turkiyada o'zini brendini ochib va butun dunyoga eksport qiladi. Tasavvur qilasizlarmi? U Namangandan kelgan kichkina qizaloqcha. Andijondan? Voy, qaranglar. Andijondan. Lekin bilaman, seni qo'lingda juda ham ko'p erkaklar ishlaydi. Erkaklarni boshqarasan. Oson emasmi? Menga turklar bilan ishlash yoqadi. Qiyin emas ya'ni ular bilan ishlash, chunki ular o'zini ishini professional ustalari. Har doim ular bilan ortiqcha muloqot ham shart emas, chunki ular o'zi ishini bilib qiladi. Qiyin emas ya'ni ishlash. Zila, turmushga chiqqanman. Zilani ikkita shirin farzandi bor. Butun oilasi bilan birgalikda biznes qiladi, uni bilaman. Va men bilamanki, bu bitta fabrika. Bundan tashqari yana ham ko'p fabrikalar bor, to'g'rimi? Ko'p Turkiyada 20 tadan oshiq fabrika bilan ishlaymiz. Misol uchun bu yerda ko'ylaklarimiz tikilsa, boshqa yerda kostyum, yubkalarimiz tikiladi va boshqa joyda вечерний ko'ylaklarimiz tikiladi. Qaysi davlatlardan topsa bo'ladi? Deyarli hamma davlatlardan topsa bo'ladi. Hatto Afrikada ham biz brendimiz bor. Bu to'ppa Biz brendimizni kiyishadi Afrikada ham. Shaxsan o'zim ko'rganman shuni. Chunki biz dunyo bozoridaman. Turkiya dunyo bozori hisoblanadi, bilsangiz. Bu yerga butun dunyodan mijozlar kelishadi va bizni brendimizni butun dunyo sotib oladi. O'zi nimadan boshlading o'zingni biznesiga? Men bitta narsani eshitganman, juda ko'p narsasini, ota-onasining narsasini sotib olib, bankrotga tushib, lekin shunga qaramasdan mana shu qiz yana oyoqqa turib o'z biznesini boshlagan. Qanaqa qilib boshlading? Qanaqa qilib? Birinchi o'zi aslida Turkiyaga ishlash uchun kelganman va ishlashga xuddi shunaqa fabrikaga ishga kirganman. Oddiy ishchi bo'lib, oddiy ishchi bo'lib, hozirga ko'rsataman. O'sha yerda kalita kontroli degan kiyimlarni tekshirib berishda ishlaganman. Brak bormi, yo'qmi? Brak bormi, yo'qmi? $500 oylikka ishlaganman va o'sha yerda aytardim, bu yer mana shunaqa brendlarni kimlar ishlab chiqarar ekan? Miyamda orzu qilardim, qachon men ham mana shunaqa nimadir o'zimni shaxsiy nimamdir bo'ladi deb o'sha yerda o'ylashni boshlaganman va men tekstilda где-то bir 2 oy ishlaganimdan keyin onlayn o'zim sotishni boshlaganman. Zila, mana biz sana juda ham ko'p yosh qizlar kuzatadi va havas qiladi. Shaxsan o'zim ham senga havas qilaman. Nima maslahat berarding bizani qizlarimizga, ayollarimizga?
bilasizmi, ular o'zlarini ustida ko'proq ishlashlarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki hamma harakat qilsa, albatta erishadi va hozirgi kunda O'zbekistonda ham ishlab chiqarish juda ham rivojlangan. Bu sohani kengaytirib butun dunyoga chiqishlari mumkin. Aynan o'zbek ayollarimiz. Chunki hozir ishlab chiqarish nafaqat Turkiyada, Xitoyda emas, butun dunyo o'zi ishlab chiqarib qilsa bo'ladi va ularga mana shu sohaga yaxshilab o'rganishlarini, o'zlarini ustida ishlab, o'zlarini brendlarini yaratishlarini aytgan bo'lardim. Va o'ziga nimaga orzu niyat qo'ysa, va shu narsaga intilish kerak. Albatta. Bilasizlar, men o'zi har 3 oyda Turkiyaga kelaman va har 3 oyda men tekshiruvdan o'taman. Bu juda muhim. Men uchun men o'ylaymanki, har bir inson yilda bir marta bo'lsa ham check-updan albatta o'tish kerak va o'z muammolarini oldindan yechimini topish kerak. Va men hozir gastroenterologiyaga keldim va xolasi natijalarim albatta yaxshi chiqadi. Va bu yerga komfortni qaranglar. 5 yulduzli klinika va hamma narsa bor, hattoki ayni bufet bor va xohlagan narsangizni tatib ko'rishingiz mumkin. Mayli, men hozir kutib turaychi. Va mana hozir men kardiogramma qilaman, undan keyin analiz topshiramiz, keyin doktorga kirib, keyin gastrit endoskopiya. Endi men doktor emasman-da, endi qo'yaverasizlar. Hozir analiz topshirishim kerak. Venalar qolmadi, ish qilib, mayli, hozir topamiz bir narsa qilib, bu professional hamshiralar. 21'de MR'da bir kitle saptanmış, oradan biyopsi yapılmış. Har bir bemorni o'zini kartotekasi bor va dostуп faqat doktorlar bo'lgan bo'ladi. Qaysi doktorga kirmasam, ular bemalol ism familiya bilan ochadi, o'tda dostуп bo'ladi doktorga va hamma ma'lumot, qanaqa analizlar topshirganmi, necha yil davomida hammasi batafsil chiqadi. Va shunisi bor, men boshqatdan har bitta doktorga tushuntirib o'tirmayman shu narsani. Bemalol kompyuterda ko'radi. Qulaylik va yengillik. Bu joy, bu mini palata, bu amaliyot boshlashdan oldin bu yerda kutib turasiz siz. Ожиданияda. Va hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana ming xil analizlarim chiqdi. Va xudo xolasa davom ettiramiz. Moda Stambulning Osiyo qismida Kadıköy tumani ichida joylashgan eng mashhur zamonaviy mahallasidan biri. Bu joy, bilasizlarmi, yoshlar, ijodkorlar, san'atkorlar hammasi juda ham yaxshi ko'rishadi. Va lekin bugun afsuski yomg'ir, lekin balkim afsuski emasdir. Menga juda ham yoqyapti. Qani ketdik. Gross sug'urtasini olsangiz va siz baxtsiz hodisaga uchrashsangiz nima bo'ladi? Jarohat olasizmi yoki nogiron bo'lib qolasizmi? Sug'urta summasini sizga 80% gacha to'lanib beradi. Agarda xudo ko'rsatmasin chet el safarda yaqiningiz vafot etsa, sizga 100% to'lovini qilib berishadi. Lekin uning uchun siz tibbiy hujjatlarni albatta saqlab qolishingiz kerak va to'lov uchun bu juda ham kerakli bo'ladi. Og'ir holatlarda darhol Gross kompaniyasiga murojaat qiling.
Rahmat. Assalom. Mana biz bugun yomg'irli Istanbulda uchrashdik. Men uchun Istanbul har doim mana shunaqa bo'lgan o'zi. Mana shunaqa qanaqadir boshqacha havo bilan. Hamma uni Istanbulni yorug', quyosh bilan tasavvur qiladi. Ammo Istanbul har doim yomg'ir bilan tasavvur qiladi. Bilasizmi, siz tug'ilib o'sgan mamlakat bilan Istanbul o'rtasidagi eng katta farq nimada? Men tug'ilib o'sgan joyda odamlar bir-biriga o'xshash, hayot tinchroq. Bu Istanbulda millionta ovoz, millionta taqdir, har xil davlatdan odamlar bor. Bu meni o'stirdi deya ayta olaman. Chunki odamlar ko'p odamlarni. Sizda qanaqa ta'sir qildi? Meni ijodimga yengillik bo'ldi bu. Chunki O'zbekistonda bu orzu edi. Menga Turkiyaga kelish, keyin bu sinovga aylandi. Sinovdan so'ra bugungi kunda uyim deya olaman. Chunki 2 yildir bu yerda ijodkorman. 2 yil oldin konsertim bo'lgan edi. 2 yil oldin birinchi konsertim BKM Unix'da bo'ldi, Istanbulda. Ota-onalarim keldi. Odam oyim. Tasavvur qila olmayman ota-onangiz qanchalik bog'lanib ketganini. Evet, hatto birga yig'ladik. Birinchi sahnam edi. Hayajon yuksak edi, qo'rquv bor edi. O'shani so'rayman, sizda qo'rquvmi yoki quvnoq bormidi? Nima qanaqa his Hayajon bor edi, qo'rquv bor edi. Qo'llarim titraydi, lekin ovozim emas. O'sha kuni men ayta oldimki, bu yer sening yering va yering deya oldim. Masalan, sahna. Bu sen bu yerdasan deya oldim. Chunki ota-onam menga keyin ishonch yanada ortdi. Bundan oldin nima qilyapsan, O'zbekiston, nima qilyapsan? Bunaqa ovoz bilan, bunaqa ijodkor Istanbulda nima qiladi? Biz O'zbekistonimizga ham keraklikmi bunaqa ijodkorlar? Ko'p inson yozadi Instagramda, O'zbekistonda nimaga konsert bermaysiz, nimaga? Lekin harakat qildim. O'zbekistonda o'zbekcha ashulalar aytdim, o'zbekcha coverlar aytdim, ashulalar aytdim. Lekin unchalik bo'lmadi, o'xshamadi. Lekin hozir suhbatda biz o'zimiz gaplashgansiz, siz aytdingiz, men turkcha, ozarbayjoncha ashulalar aytaman dedingiz. Turklarning madaniyat vazirligi tomonidan qo'yilgan konsert dasturlarida ijro qilyapsiz. Turkiyani vazirliklari juda ham yaxshi ko'rishadi meni. Katta vazirliklar, shu boshliqlari juda ham yaxshi ko'rishadi. Hatto Instagramda meni nima bilan siz ularni yoqtirib qoldingiz? Men turkcha aksentlarim ularga yoqimli kelyapti deb o'ylayman. Men o'zi o'ylaymanki, har bitta davlatga borganingizda ularni tilida ozgina bo'lsa ham so'zlashsangiz, gapirsangiz, ular juda ham sizni sevib qolar ekan. To'g'ri. O'zingiz ijodingizda o'z milliyligingiz, qadrlaringizni, o'sha urf-odatlaringizni yo'qotmasdan, menimcha bu qiyin deb o'ylayman. Siz butunlay hozir bu davlatga milliyligimizni yo'qotmaslik qiyin emas, unutmaslik qiyin uni. Uni hech unutaman. Milliyligimizni konsertlaringizda o'zingizga o'zga ashulalarimizni aytdingizmi? Aytdim. Televideniyada aytdim. Bitta ko'rsatuv bor, TRT ovoz ko'rsatuv bor. O'sha yerda aytdim. Otmaga tong. Aytdim. Hamma ichimda. Milliyligim hech yo'qotmayman. Bilasizmi, yana bitta sizga savolim bor, chunki bilaman, musofirchilikda yashash oson emas. Men o'zim o'ta necha yil davomida yashadim, ijod qildim. Lekin siz mana yoshlarimizga, qizlarimizga, Istanbulga, umuman chet elga keladigan insonlarga qanaqa maslahat berardingiz? Endi o'zim ham hali yoshman, endi men ko'rib baribir sen necha yil davomida shu qilsiz. To'g'ri. Bu juda katta tajriba. Ko'rib bilgan tajribamdan aytaman. Yoshlarga bu yerga kelish oson. Ammo bu yerda qolish uchun yurak kerak deb o'ylayman. Menimcha yana katta mehnat kerak, sabr kerak. Mehnat, masalan, inson orzu qilish kerak. O'sha orzu qilgandan keyin o'sha orzudan orqasidan mehnatini himoya qilish kerak deb o'ylayman. Keyin bu Istanbul bu shahar iste'dodlar emas, sabr sinab ko'radi deb o'ylayman. Chunki rosa sabr kerak bu yerda. Albatta. Lekin biz o'zbek xalqimiz juda sabrli insonlarmiz. Evet, to'g'ri aytasiz. Bilasizmi, bitta sizda iltimos bor, agar to'g'ri qator bir rivoyat qilsangiz o'zingizni o'sha sizni bu yerda mashhur qiladigan yoki sizni turklar aynan nima uchun sevadigan bir musiqa ashula bir aytsangiz, to'g'ri qator bo'lsa ham biz ham eshitaylik. Uzun ince bir yoldayım, gidiyor
gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bravo, O'shalar. bravo. Bu musiqadan sonra rosa ko'p odamlar chaqirishdi. Va o'shandan keyin meni bu ashula o'zgartirdi deb o'ylayman hayotimni. Men endi Turkiyada. nima uchun sizni turk xalqi shunchalik sevib yaxshi ko'radi? Chunki ularning musiqalari bunchalik shirin ovozda aytadiganlar kam bo'lsa kerak. Va sizga faqat omadlar tilab qolaman. Alloh o'z panohida sizni asrasin. Kattakon. Sizlarga ham katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. O'zim ham kechami o'tgan kuni o'ylab turdim. Siz yozmasingizdan oldin o'ylab turdim. Qachon men O'zbekistonga ozgina bo'lsa ham ovozimni olib kiraman deb. Qaysi yo'l bilan? Bu menimcha sizdan keyin insonlar albatta otsa kerak deb o'ylayman. Sizni kutamiz. Istanbulda qolib ketmang. Biz o'z insonlarimizni juda ham qizg'anamiz. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Zo'rtabaga omad. Modada art obyektlar juda ham ko'p va aynan mana shunaqa joyda issiq kunlarda albatta yoshlar gitarada chaladi, musiqa aytadi va chiroyli manzaralarni tomosha qiladi. Juda ko'p qo'shiqchilar, rassomlar, blogerlar, aynan ijodkorlar aynan mana shu ko'chalarda ilhom olishadi. Moda Istanbulning Osiyo qismida Kadıköy tumani ichida joylashgan eng mashhur va zamonaviy mahallalardan biri. Bu joyni ko'pincha san'atkorlar, dizaynerlar, yoshlar va ijodiy insonlar tanlaydi. Moda bu erkin fikr, moda bu sokin hayot, moda bu badiiy ruh. Bu yerda shovqinli turistik manzaralardan farqli o'laroq haqiqiy istanbulliklarni hayotini his qilishingiz mumkin. Noyob art kafelar, vintaj do'konlar, kitob do'konlari, kichik teatr va galereya bilan mashhur. Tut yemeden duyunca, tut sadece boyunca, tut yemeden duyunca, yar hevette gördüm, danışmadım duyunca, yar hevette gördüm, danışmadım duyunca. O'zi bilasizlarmi, parom Turkiyada juda ham qulay va manzarali transport vositasi hisoblanadi va ayniqsa dengiz bilan o'ralgan shaharlarda paromlarni juda ham ko'p ishlatishadi. Yevropa bilan Osiyoni bog'laydigan bir transport vositasi bu parom. Narxi 49 TL. Az baliq ushlamasam ha? Qani? Hiçbir şey yok orada. Nerede o? Yok hiçbir şey. Çıkmaydı. Ne?
Voy, hech bir şey yo'q. Tashakkurlar. Rica ederim. Bir iltimos qilib ko'ramiz, ha? Agar ruxsat bersalar, men o'zim pishirib ko'raman. Va o'zim yeyman. Merhabalar. Men hozir Choy. nomi nima edi? Ha? Men hozir go'zlama pishirmoqchiman. Hozir ruxsat olamiz deb. O'zim qilib o'zim yeyman. Qo'rqmanglar, sotmayman. Zakazlari ko'p ekanda, o'shaning uchun hozir birinchi zakazlarni berib yuborsinlar va biz ishni boshlaymiz. Ana, xuddi operatsiyaga boshlagandek. Siz hangisini istiyorsunuz? Qanaqa? Etli var. Sonra bu neydi? Kartuşka, patates. Patatesli var. Peynirli var. Peynirli var. Hangisini istesiniz? Kaşarlı var. Şimdi şunu yapabilirim. Siz Karışık var mı içeriye? har tomonni sinir qilish kerak ekan. Voy, o'xshamayapti. Qaranglar. Gözleme tayyorlash uchun un, iliq suv va tuzdan yumshoq xamir qotiramiz. Xamirni dam oldirib, kichik bo'laklarga bo'lamiz va juda yupqa qilib yoyamiz. Yoyilgan xamirga pishloq, kartoshka yoki qiymali ichlik solib yopamiz. Qizdirilgan quruq tabada har ikki tomonni oltin rang bo'lguncha pishiramiz. Oxirida ustidan ozgina sariyog' surtib, issiq holda dasturxonga tortiladi. Oddiy, tez va juda ham mazali. Sıcak yapma. Bu pirojkasiga o'xshagan. Tazaling. Bo'ldi, qorin to'q. Endi biz boshqa lokatsiyaga ketyapmiz. Sizlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Piyoda yurmasligingiz uchun siz Qorako'ydan Beolu bu Taqsimgacha funikulyarda chiqishingiz mumkin. 35 TL. Vaqtga suqadi, mana charchadi. O'rta operator o'zi ching qo'shadi. Loyihamizning qo'llab-quvvatlagan va ishonch bildirgan Qanot Sharq aviakompaniyasi, Gross sug'urta kompaniyasi, Telesim va Ajibadem klinikasiga kattakon rahmat demoqchiman. Sizlarning yordamingiz bilan ko'rsatuvimiz yanada mazmunli va juda ham chiroyli bo'lib o'tdi.